Amerikalik juda yuqori martabali siyosatchilarning aksariyati o'rin olgan deya taxmin qilinadigan Epstein fayllari ochilmoqda. Salkam 20 yil kutilgan, ammo ko'plab sabablarga ko'ra ochilmay kelinayotgan bu hujjatlar endi nafaqat AQSh, balki butun dunyo ko'z oldiga tashlanish arafasida. Barcha gumonlar, taxminlar, haqiqatga yaqin va uzoq bo'lgan fikrlar, tuhmatlar va shov-shuvli gap-so'zlar, xullas 20 yildan buyon Epstein atrofida sodir bo'lmagan voqeliklar deyarli qolmadi. Faqat bitta narsa qoldi. Bu ham bo'lsa, uning mijozlari kimlar degan savolga aniq javob olishdir. AQShning sobiq prezidenti Bill Clintondan tortib Donald Trumpgacha bo'lgan shubha-gumonlar endi o'z isbotini topishi mumkin. Ammo shunday bo'lishiga qaramay, hali ham ko'pchilik Epsteinning sirlari to'liq oshkor qilinmasligi mumkinligidan xavotirda. Aksariyat insonlar bu bilan bog'liq haqiqatlar ayni damdagi AQSh siyosiy doiralariga salbiy ta'sir qilmaydigan darajada ommaga taqdim qilinish ehtimoli bor degan fikrda. Shu bois voqealar rivoji qanday yo'nalish olishini faqat vaqt ko'rsatadi. Quyida esa Epstein kimligidan tortib, u bunday nomaqbul ishga, ya'ni pedofiliyaga qanday qo'l urgani, uning jirkanch ro'yxatida kimlar bo'lishi mumkinligi va mazkur haqiqatlar nega aynan hozir ochilayotganiga batafsil to'xtalamiz. 2019-yil 10-avgustda 66 yoshdagi Jeffrey Epstein ismli shaxs New Yorkdagi Metropolitan axloq tuzatish markazidagi qamoqxona kamerasida jinsiy zo'ravonlik jinoyatlari uchun o'z sudini kutayotgandi. Ammo to'satdan pedofiliyani biznesga aylantirgan bu jinoyatchi kamerasidan o'lik holda topildi. Rasmiy hujjatlarda u o'z joniga qasd qilgani qayd etiladi, ammo ko'pchilik hozirgacha bu versiyaga ishonmay keladi. Chunki uning qo'lida minglab varaqlardan iborat dahshatli kompromatlar bor ediki, bu dunyodagi istalgan qudratli shaxsni bir zumda yer bilan yakson qilishi hech gap emasdi. Jeffrey Epstein haqida gap ketganda, u jirkanch ishga qo'l urishidan oldin muvaffaqiyatli moliyaviy faoliyat olib borgani, bu orqali multimillionerga ham aylangani, badavlat shaxslar, taniqli siyosatchilar va hatto qirollik oilasi a'zolarini o'z ichiga olgan oligarx doirani shakllantirgani aytiladi. Ammo universitet diplomini ham ola olmay, keyinchalik matematika va fizikadan o'qituvchilik qilib kun ko'ra boshlagan shaxs qanday qilib birdan badavlat kishiga aylandi? Barcha ikkilanishlar va insonni chuqur o'yga toldiradigan joyi ham aynan shunda. Epstein yahudiy immigrantlarning farzandi bo'lgan. Uning onasi uy bekasi, otasi esa New York shahridagi xiyobonlarda bog'bon bo'lib ishlagan. Jeffrey Epstein Bruklindagi Gravesend shahrida o'rta maktabda o'qigan. 1971-yilda New York universitetining matematika fanlari institutiga kirgan. U New Yorkda 3 yil o'qigach, u yerni bitirmasdan 1974-yilda biror bir diplomsiz Manhattan shahridagi xususiy Dalton maktabida fizika va matematikadan dars bera boshlagan. Manbalar uning moliyaviy muvaffaqiyati aynan maktabdagi faoliyati ortidan ekaniga ishora qiladi. Chunki ma'lumotlarga ko'ra, Epsteinning ko'plab o'quvchilari mamlakatdagi eng badavlat oilalarga mansub bo'lgan. Qayd etilishicha, 1976-yilda ota-onalar va o'qituvchilar yig'ilishida Epstein o'quvchilardan birining otasini o'zining aql zakovati bilan shunchalik hayratda qoldiradiki, shundan so'ng o'sha shaxs Epsteinni Wall Street investitsiya firmasi Bear Stearns bosh direktori Alan Greenbergga tavsiya qiladi. Boz ustiga shu yili Epstein o'qituvchilik mahorati yaxshilanmagani aniqlanganidan so'ng ishdan bo'shatiladi. Shu tariqa oradan ko'p o'tmay u Bear Stearnsda ishlay boshlaydi. Ushbu firmada 4 yillik faoliyati davomida u bu biznesga cheklangan sherik bo'lishga erishadi. Lekin 1981-yilda Epstein o'zining shaxsiy biznesini yuritish uchun kompaniyani tark etadi. Aynan shu paytdan boshlab uning harakatlari va moliyaviy bozordagi faoliyatida chalkashliklar, shubhalar va qator noaniqliklar kuzatila boshlaydi. 1980-yillarda u o'zining ba'zi o'ta badavlat bo'lgan sheriklariga tegishli pullarni yuvish bilan ham shug'ullangan degan taxminlar bor. 1987-yilda esa Epstein Towers Financial Corporation rahbari Steven Hoffenberg bilan hamkorligi omadsiz tugagach, oradan 1 yil o'tib, $1 milliard ortiq sof boylikka ega bo'lgan shaxslargagina pulni qanday boshqarish xizmatlarini ko'rsatadigan konsalting firmaga asos soladi. Bu qadam bo'lajak jinoyatchi uchun omadli bo'ladi. 20 yil davomida chakana savdo magnati bo'lgan milliarder Leslie Wexner aktivlarining katta qismini boshqarish orqali Epstein ham o'ziga yarasha yaxshigina foyda ko'radi. Bu orada esa u o'z biznesini St. Thomas orolidan kichik St. James oroliga ko'chiradi. Chunki mazkur hudud o'sha paytlarda soliq jannati deb atalgan. Ammo bu qaror faqat mazkur hududda soliqlar kam bo'lgani uchun qilingan deb bo'lmaydi. Chunki AQShdagi kichik St. James oroli dunyodagi eng nomaqbul illatlardan biri. Pedofiliya uyasiga aylantirilgan Epstein orolining xuddi o'zidir.
1998-yildan bu orolga Epstein egalik qila boshlagach, hudud odamlar tilida uning nomi bilan atala boshlagan. To'g'ri, Epstein bundan tashqari dunyoning turli glamur nuqtalari, jumladan Manhattandagi eng katta xususiy qasrga, Florida, Parij va Nyu-Meksikadagi turli mulklarga egalik qilgan, ammo Kichik St. James oroli uning keyingi va eng so'nggi ishida eng muhim o'rin tutgan. O'z vaqtida uning ma'shuqasi bo'lgan ko'p yillik qiz do'sti Ghislaine Maxwell Epstein o'limidan keyin 2021-yil dekabr oyida o'smir qizlarni zo'rlash uchun yollashda ayblanib, 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilinadi. O'sha sud protsesslarida bu orol Epstein biznesidagi eng qaynoq nuqta ekani ma'lum bo'lgan. Bundan tashqari Epstein Manhattandagi uyida yashirin kameralardan foydalanib, badavlat sheriklari tomonidan sodir etilgan jinsiy aloqalarni yozib olgani haqida ham xabarlar bor. Shuningdek, u o'zining shaxsiy samolyotida sayohat qilganlarning jurnalini ham yuritgan. U bu ishni keyinchalik o'sha mijozlarni shantaj qilish orqali o'z izmiga bo'ysundirishni reja qilgani aytiladi. Ammo qanday maqsadlarda? Qo'shimcha va doimiy pul undirish uchunmi yoki AQSh siyosiy doiralarini Isroilning mutlaq ta'siri ostida ushlash uchunmi? Bu savollar hozircha ochiq. Isroil masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, bugun Epstein aslida maqsad loyihasi bo'lgani haqida juda ko'p gapirilmoqda. Mashhur jurnalist Tucker Carlsonning bu fayllar borasidagi qilgan so'nggi chiqishlari ko'p narsani chalkashtirib yubordi. Ammo Epstein mijozlari ichida asosan AQSh siyosatchilari borligi haqidagi taxminlar bejiz bo'lmasligi mumkin. 2000-yillarda Virjiniya orollaridagi mahalliy aholi orasida Epstein haqida ilk tasavvurlar shakllanib ulgurgan. Odamlar uni Lolita Express deb atagan. Bu Vladimir Nabokovning Lolita romanidagi pedofil tabiat antiqahramonga ishora qilish edi. Shu tariqa 2000-yillarning o'rtalariga kelib Epstein mustaqil tarzda bu ishga qo'l urganmi yoki u Isroil razvedka xizmati Mossadning loyihasimi farqi yo'q. Nihoyat unga nisbatan ish, ya'ni jinoiy ish qo'zg'atildi. Ilk bor u 2005-yil Palm Beachda qizlarni jinsiy zo'rlashda ayblandi. O'shanda bir ayol 14 yoshli o'gay qizi Jeff ismli badavlat odam tomonidan zo'rlanganini da'vo qiladi. Tez orada Federal qidiruv byurosi bu ishga aralashib, vaziyatni yanada kengroq ochishni boshlaydi. Florida shtatining janubiy okrugi bo'yicha AQSh prokurori keyinchalik Trampning birinchi muddati davomida mehnat kotibi bo'lgan Alexander Acosta o'sha yili jinoiy ish qo'zg'ay boshlagan paytga kelib, jabrlanuvchilar soni 40 nafarga yetgani ochiqlanadi. 2008-yilga kelib Epstein voyaga yetmaganlarni jinsiy ekspluatatsiya qilganlikda ayblanadi, lekin unga berilgan jazo ozodlikdan deyarli farq qilmasdi. U Palm Beachdagi ofisida haftasiga 6 kun o'tkazishga imkon beruvchi tartib bilan bor yo'g'i 13 oy qamoqda o'tirdi. Keyinchalik ish ustida turgan rasmiylar bu chora juda yumshoq bo'lganini tan olgan, chunki uni tergov qilgan prokurorning o'zi, ya'ni Alexander Acosta undan Epstein mavzusidan uzoqlashishni talab qilishganini yashirmagan. U buni moliyachi va pedofil federal darajadagi ba'zi ishlar uchun muhim ahamiyatga ega ekani bilan izohlagan. Ammo keyinchalik baribir Epsteinga qarshi da'volar yana qo'zg'atildi. Unga dastlabki ayblov e'lon qilinganidan 10 yil o'tib, ya'ni 2018-yilda Miami Herald gazetasining surishtiruvchi jurnalisti Epstein va uning mijozlari tomonidan jinsiy zo'ravonlikdan jabr ko'rgan 80 ga yaqin odamni aniqladi. Ushbu ma'lumotlar Epsteinga qarshi jinsiy jinoyatlar bo'yicha ayblovlarni qayta ko'rib chiqishga olib keldi va 2019-yilda unga qarshi yangi federal jinoiy ish qo'zg'atildi. U shu yilning iyul oyida New Jersey shtatining Teterboro aeroportida jinsiy savdoda ayblanib qo'lga olindi. Avgustda esa Epstein Manhattandagi qamoqxona kamerasida o'lik holda topildi. Rasmiy versiya uning o'limini o'z joniga qasd qilish deb belgilagan. Biroq oradan bir hafta o'tmay uning o'limi borasida boshqa dalillar ham birin-ketin chiqa boshladi. Jumladan u qamoqxonada o'z joniga qasd qilgan mahal kuzatuv kameralari to'satdan ishlamay qolgan. Shuningdek, o'limidan bir kun avval, ya'ni 9-avgustda Epsteinning kameradoshi boshqa xonaga o'tkazilgan va uning o'rniga hech kim joylashtirilmagan. O'sha kecha taxminan 3 soat davomida yolg'iz qolgan Epstein qo'riqchilar tomonidan umuman tekshirilmagan. Bu esa qamoqxona protokoli va o'rnatilgan tartib qoidalariga mutlaqo zid. Shu tariqa uning o'limi sirli tarzda sodir bo'lgani haqidagi qarashlar bolaladi. Hanuzgacha bu gumon Epstein va uning atrofidagi voqeliklarda mustahkam o'rin egallab kelmoqda. Jeffrey Epsteinning qayta hibsga olinishi va eng so'ngida uning o'limi Donald Trampning birinchi muddatiga to'g'ri keladi. Epsteinning o'limi uyushtirilgani hamda u o'z joniga qasd qilmagani haqida aytilgan ko'plab iddaolar jamoatchilik orasida shov-shuv ko'taradi. Moliyachi va pedofilning o'limi prezidentlik davriga to'g'ri kelgan Donald Trump hamda uning magachi tarafdorlari uchun bu
muammoli vaziyat edi. Shu bois ular Epsteynning o'limi o'zi bilan aloqador bo'lgan biznesmenlar va siyosiy elitadagilarning ishi bo'lishi mumkinligi haqidagi versiyani tanlashga qaror qildi. Donald Tramp ikkinchi bor hokimiyat tepasiga kelganda esa Epsteyn bilan tushgan suratlari, Mar-a-Lago qasridagi Patsida birga suhbat qurgani va u bilan bog'liq o'tmishdagi ba'zi aloqalari uni shtatlardagi namoyishlardan-da eng ko'p qiynagan ichki muammoga aylandi. Yuqorida 2019-yil yoz oylarida Epsteynga qarshi navbatdagi ish ochilgani haqida aytildi. Bu unga nisbatan ochilgan shu ish uning o'limi va Tramp bilan bog'liq jihatlardagi eng muhim nuqtadir. Chunki shu paytdan roppa-rosa 1 yil oldin, aniqrog'i 2018-yil iyun oyida Jeffrey Epsteyn Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashishni xohlab qoladi. U Putin va Trampning 1 oydan so'ng o'tkazilishi belgilangan Helsinkidagi sammit oldidan Yevropa Ittifoqi kengashining o'sha paytdagi rahbari Turborin Yaglanddan Lavrov bilan uchrashuv tashkil qilib berishni so'raydi. U Rossiya tashqi ishlar vaziriga Tramp haqida o'ta maxfiy ma'lumotlarni taqdim qilmoqchi bo'lgan. Bir necha kun oldin, ya'ni 2025-yil 12-noyabrda demokratlar tomonidan sizdirilgan hujjatlar va yozishmalarda Epsteynning mazkur harakatlariga ishora qiluvchi dalillar borligi ta'kidlanmoqda. Umuman olganda esa Lavrov bilan uchrashuv amalga oshganmi yoki yo'q, bunisi noma'lum, ammo Epsteyn Rossiyaning o'sha paytdagi Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi rasmiy vakili Vitaliy Churkin bilan ko'rishgani haqida ma'lumotlar bor. U Kreml bilan Trampning qanchalik darajadagi maxfiy ma'lumotlarni o'rtoqlashgan yoki yo'q, bunisi ham ma'lum emas. Yaqinda Jeffrey Epsteynning ukasi ommaviy axborot vositalariga so'nggi bo'layotgan ishlar bo'yicha audio shaklda munosabat berdi. U Tramp barchani aldayotgani, Epsteyn u haqda qandaydir nomaqbul narsalarni bilgani haqida gapirdi. Ma'lumot uchun yuqorida Epsteyn Manhattandagi qasrida boy badavlat mijozlarining jinsiy zo'ravonliklari aks etgan tasvirlarni yozib olgani haqida ta'kidlab o'tgandik. Har holda uning 20 yil davomida yashirib kelgan fayllari faqat maktublar va boshqa shaxsiy yozishmalardan iborat emaslik ehtimoli oldindan yuqori edi. Bir necha kun oldin o'z vaqtida Epsteyndan jabrlangan 10 ga yaqin ayolning Kongressga yo'llagan video murojaati tarmoqlarda keng tarqaldi va juda ko'p kuzatuvchilarni junbushga keltirdi. Ularning ayrimlari jinsiy ekspluatatsiyaga uchragan paytda 14, 15 va 16 yoshlarda bo'lgan. Bu ayollar Kongressdan Epsteyn fayllarini oshkor qilish va haqiqatni yuzaga chiqarishni talab qildi. Umuman olganda bu va boshqa omillar ta'sirida Kongressning vakillar palatasida ushbu masala muhokamaga qo'yildi. Uzoq yillar davomida qator siyosiy sabablar bilan ochiqlanmay kelgan Epsteyn siri nihoyat eng yuqori qonun chiqaruvchi organdan o'tdi. Vote. The yeas are 427, the nays are 1. 18-noyabr kuni Kongressdagi vakillar palatasi Adliya vazirligini Jeffrey Epsteyn haqidagi hujjatlarni ommaga oshkor qilishga majburlovchi qonun loyihasini qabul qildi. Palatadagi qonunchilarning 427 nafari buni ma'qullagan bo'lsa, atigi bir nafar kongressmen unga qarshi ovoz berdi. Vakillar palatasidan o'tgan loyihani Senat bir ovozda ma'qulladi. Epsteyn hujjatlarini oshkor qilish bo'yicha qonun loyihasi so'nggi manzil Oq uyga yetib kelgach, Tramp unga 19-noyabrda imzo chekdi. Endi bo'lsa ish faqat AQSh Adliya vazirligida qolmoqda. Vazirlik buni qachon oshkor qilishi, unda nimalar ommaga taqdim qilinishi hamda Epsteynning pedofil mijozlari orasida biz tanigan kimlar ko'rinish berishi vaqt hamda AQSh ichki doiralarining xohish istaklari masalasidir. Chunki hozircha ko'pchilik oshkor etilishi mumkin bo'lgan sirlar ro'yxati amaldagi siyosiy elitaga zarar bermaydigan darajada bo'lishini taxmin qilyapti. Bu degani unda Tramp va boshqalarni ko'rish ehtimoli juda past. Ammo Adliya vazirligi Epsteynga aloqador barcha fayllarni davlat sirlari ro'yxatidan chiqarsa, uning ichida marhum moliyachining 2000-yillarda qilgan barcha qing'irliklari, Manhattandagi saroyidan tortib kichik St. James oroligacha bo'lgan masshtabdagi o'ta nomaqbul ishlar va bunda qatnashgan mijozlar haqida barcha ma'lumotlar o'rin olishi kerak bo'ladi. Shuningdek, Epsteynning shaxsiy oroliga kimlar tashrif buyurganligi haqidagi jurnallar va Epsteynning sherigi Ghislaine Maxwellga tegishli telefondagi yozuvlar, 40 ta kompyuter va elektron qurilmalar, 26 ta fleshka, 70 dan ortiq disk va 6 ta yozib olish moslamasidagi barcha ma'lumotlar ham shular jumlasidandir. Adliya vazirligi yuqorida sanab o'tilganlarning barchasi umumiy hisobda 300 gigabaytdan oshishini ma'lum qildi. Bularning ichiga yana 60 ta moddiy dalillar, xususan fotosuratlar, voyaga yetmaganlarga nisbatan sodir etilgan jinsiy zo'ravonlik holatlari aks etgan minglab videolar va boshqa pornografik tasvirlar, sayohat jurnallari, undagi xodimlar ro'yxati, Epsteynga qarashli bo'lgan 2 ta orolga tegishli bir nechta hujjatlar, uning uyi joylashgan kichik St. James va
katta St. Jamesga oid ma'lumotlar, kichik St. James orolining jurnali va eng muhimi, orolda qayiqda sayohat qilganlarning ro'yxati qayd etilgan bir nechta dalillar ham mavjudligi aytilmoqda. Aynan shu ro'yxat ko'pchilikni, aniqrog'i Epsteynning mijozi deya gumon qilinayotgan ayrim ma'lum va mashhur shaxslarni qo'rqitmoqda. Chunki bu hujjat Epsteyn oroliga aynan kimlar tashrif buyurganini ochiqlab beradi. Bundan tashqari, ushbu fayllarga guvohlarning ko'rsatmalari, o'tmishda Epsteyn ustidan o'tkazilgan ikkita yirik tergov davomida federal agentlar va prokurorlar tomonidan to'plangan elektron va jismoniy dalillar ham kiradi. AQShning amaldagi bosh prokurori Pam Bondining aytishicha, hozirgacha Epsteynga aloqador 33 mingdan ortiq hujjatlar The Hill kabi nashrlarga oshkor qilingan. Bu bilan u qonunga rioya qilish va maksimal darajada shaffoflikni ta'minlash ko'zda tutilganini ta'kidladi. Ammo Pam Bondining o'zi joriy yil boshida Epsteyn hujjatlarining barchasi stol ustida turgani va buni e'lon qilishini aytgandi. Ammo Pam Bondi keyinchalik bu borada qator chalkash bayonotlar berib, va'dasini bajarmadi. Chunki u shu paytgacha barchaga ma'lum bo'lgan hujjatlarnigina ochiqlagandi, yangi tafsilotlarni emas. Ko'p o'tmay Trump ham o'ziga qarashli ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Epsteyn fayllarini oshkor qilishni talab qilayotganlarni tanqid qilganidan keyin demokratlarni ham, o'z tarafdorlarini ham birdek g'azablantirdi. Shundan keyin bu noroziliklarni bostirish uchun joriy yil iyul oyi oxirida bosh prokuror o'rinbosari Epsteynning qo'shmachisi va sevgilisi bo'lgan Ghislaine Maxwell bilan 2 kunlik intervyu tashkil qilib, undan Trump Epsteynning mijozlari qatorida bo'lganmi degan savolga yo'q javobini olib qaytdi. Ma'lumot uchun, bu o'sha yuqorida nomi qayd etilgan Epsteynning pedofiliya biznesida eng muhim o'rin tutgan va ayni damda 20 yillik, ya'ni aynan mana shu qo'shmachiligi uchun 20 yillik qamoq jazosini o'tayotgan ayoldir. Ammo uning intervyudagi mazkur javobi Trumpni bunday mashmashalardan faqat bir necha oygagina qutqara oldi. Negaki noyabr oyi boshida demokratlar Epsteyn tomonidan yozilgan yoki unga yuborilgan elektron pochta xabarlariga ega chiqdi. Ularning ba'zilarida esa Trump Epsteynning ishlaridan xabardor bo'lgani va hatto uning mijoziga aylangani haqidagi xabarlar mavjudligi aytilmoqda. Demokratlar tomonidan e'lon qilingan ushbu elektron pochta xabarlaridan so'ng vaziyat tubdan o'zgardi. Juda uzoq payt Epsteyn hujjatlarining oshkor qilinishiga turli yo'sinda qarshilik qilib kelgan Trump bu ish Kongressda ko'rib chiqilganidan keyin darhol sirlarni ochishga qaratilgan qonun loyihasiga imzo chekishini ma'lum qildi. Jeffrey Epsteyn oliy ma'lumotga ega bo'lmay turib, aniq fanlar o'qituvchisi sifatida bir necha yil ishlab, keyinchalik o'z ishini yaxshi bajara olmagani sabab ishdan bo'shatilgan hamda o'z o'quvchisining ota-onasi tavsiyasi bilan bir investorning xizmatiga qabul qilingan shaxs bir necha yillar ichida 100 millionlab dollarga ega bo'lib qolishi tasodif bo'lmasligi mumkin. Shu bois Epsteynning boylik manbai haqida turli shubhalar yuradi. 1970-yillar oxirida moliya sohasiga kirib kelgan erkak 80-yillar boshlariga qadar o'zining shaxsiy biznesiga ega bo'lmagan. 1987-yilda sheriklikda qilgan loyihasi muvaffaqiyatsiz tugagach, 1 yil o'tib, o'zi mustaqil tarzda multimillyarderlarga moliyaviy konsalting xizmatlari ko'rsatishni boshlagandan keyingina omadi yurishib ketgan. Epsteyn oradan 10 yil o'tib bir necha 100 million dollarlik kapitalga ega bo'lgan. Lekin u kimlar bilan ishlagan degan savolga faqat The Limited kabi bir nechta chakana savdo tarmoqlariga egalik qilgan Leslie Wexnerdan boshqa javobni topa olmaysiz. Aksiga olib, Wexner ham bu paytda o'nlab milliardlarga ega bo'lmagan. U o'z daromadining katta qismini moliyaviy maslahatlar uchun sarflab, Epsteynni birdan boyitib yuborganiga ishonish qiyin. Masalaning eng shubhali joyi shundaki, 1998-yilda Epsteyn kichik St. James orolini salkam 8 million dollarga sotib olgan holda o'z ofislarini shu orolga, ya'ni keyinchalik Epsteyn oroli deb nomlangan joyga ko'chirgani, bu orqali esa kam soliq to'lashni maqsad qilgani aytiladi. Ammo bu reja unda 10 yillik faoliyati davomida orttirilgan daromadlardan keyin paydo bo'lgani va orolga faqat soliq masalasida ko'chganiga ishonish qiyin. Gap shundaki, odamlar ko'zidan yiroq bo'lgan bu hududda pedofiliyani biznes darajasiga olib chiqish fikri unda to'satdan paydo bo'lib qolmagan bo'lish ehtimoli yuqori. U boshqa bir mamlakatning maxfiy xizmatlari tomonidan ishlab chiqilgan loyiha bo'lishi mumkin. Asosiy gumon esa har doimgidek maqsadda. Maqsad esa oddiy. Isroil maxfiy xizmatlari Epsteyn orqali Kongressdan tortib Oq uygacha bo'lgan masshtabda ko'plab siyosatchilarni o'z izmiga bo'ysundirishni ko'zlagan degan qarashlarda qaysidir ma'noda jon bordek. Albatta, bu taxminlar qarshisida AQSh siyosiy elitasida Isroil manfaatlari uchun xizmat qiladiganlar keragidan ortiq-ku. Shunday sharoitda ham yana ta'sir richaklariga ehtiyoj kerakmi degan haqli savollar chiqishi tabiiy. Ammo Isroil Washingtonda misli ko'rilmagan qudratli lobbistlari bor bo'lishiga qaramay, AQShga qarshi
agressiv josuslik harakatlarini uzluksiz tarzda davom ettirishi sir emas. Qo'shma Shtatlarning tashqi dunyodagi birinchi raqamli do'sti bo'lishiga qaramay, Isroil bu jabhada AQShning dushmanlaridan qolishmasligiga tarix guvoh. Masalan, 1987-yilda Isroilga josuslik qilgani uchun qamoqqa olingan amerikalik yahudiy Jonathan Pollard Amerikaning butun boshli tarixida unga eng katta zarar yetkazgan josus sifatida ko'riladi. Yana bir misol esa Gollivudning milliarder kinoprodyuseri bo'lgan Arnon Milchendir. U o'zining shubhali hayoti va faoliyati davomida Isroilning yadroviy qurol dasturini rivojlantirish uchun Qo'shma Shtatlardan o'ta maxfiy ma'lumotlarni o'g'irlaganligi aytiladi. U kinodagi faoliyati ortidan milliarder bo'lib ketishi shubhali edi. Bu borada uning holati Epstein bilan deyarli bir xil. Ammo Arnon Milchen hech qachon Qo'shma Shtatlar tomonidan hibsga olinmagan va hatto so'roq ham qilinmagan. Buni esa ko'pchilik u xoh AQSh hududida bo'lsin, xoh dunyoning boshqa bir chekkasida Washington Tel Avivning manfaatlariga daxl qilishga jur'at eta olmasligi bilan izohlaydi. Bular o'z o'rniga, ammo Epsteinning o'ziga qaytadigan bo'lsak, unda birdan millionlar qanday paydo bo'lib qolganidan tashqari, u bilan bog'liq boshqa qator shubhalar ham yetarlicha. Jumladan, agar Epstein milliarderlar, siyosatchilar umuman olganda AQShda o'z ta'siriga ega bo'lgan shaxslarga voyaga yetmaganlarning jinsiy xizmatini faqat pul uchun taqdim qilmagani aniq. Bu shunchaki taxmin emas. Mazkur fikrni u ushbu ishni foyda olish uchun tashkil qilgan bo'lsa, nega jarayonlarni yozib olgan degan o'rinli savol ma'lum ma'noda tasdiqlaydi. Bordi-yu Epstein voyaga yetmagan qizlarning o'z mijozlari tomonidan zo'rlanganini keyinchalik bo'sh vaqtlarda ko'rib zavqlanadigan darajada psixopat bo'lmagan bo'lsa, bu yerda katta siyosiy loyiha mavjud deb aytishga asos bor. Chunki o'zi ham istagan payti bunday tuban ishni qila olgan shaxs boshqalarning tasvirini ko'rishga ehtiyoj sezmagan bo'lsa kerak. O'limiga qadar 600 million dollar boylik to'plagan erkakning jinsiy ekspluatatsiya va konsalting xizmatlaridan boshqa daromad manbai bo'lgani shubhadan xoli emas. Aslida voqealar xronologiyasi ham shunga ishora qiladi. Birinchidan, uning ustidan ilk bor ish ochilganda Epsteinni tergov qilgan AQShning o'sha paytdagi prokurori Acosta tashqi aralashuvlar ta'sirida unga yengil jazo berilganini ochiqlagan. Ikkinchi marta hibsga olinishi esa Epstein Trump haqida o'ta sirli ma'lumotlarni Kremlga uzatmoqchi bo'lganidan 1 yil o'tib sodir bo'lgan va shundan so'ng qamoqda sirli tarzda o'lim topgan. Balki u maqsad chizib bergan chegaradan chiqqan bo'lishi mumkin, balki AQShdagi siyosiy doiralar uni o'zlari gumdon qilgan yoki u rostdan ham rasmiy hujjatlarga ko'ra o'z joniga qasd qilgan bo'lishi mumkin. Hozircha mazkur masalada biror bir haqiqatni ishonch bilan aytish qiyin. Jeffrey Epsteinning bu g'alamiz ishlari qanday tashkil etilganiga to'xtaladigan bo'lsak, voyaga yetmagan qizlar asosan kambag'al oilalardan jalb qilingan bo'lib, ular massaj xizmati ko'rsatish va'dalari bilan aldangan. Eng qizig'i, Epstein orolda nima bilan shug'ullanayotganini yashirmagan, chunki u shaxsiy samolyotini Lolita Express deb nomlagan. Bu esa bir asardagi pedofil tabiat antiqahramonning nomi ekani yuqorida ta'kidlandi. Epsteinning jinoyatlari uning Manhattandagi 56 million dollarlik qasrida va Floridada joylashgan Palm Beachdagi villasida va Epstein orolida sodir etilgan. Ikki koshonasidagi yotoqxonalar yashirin kameralar va mikrofonlar bilan jihozlangan. Bu orqali Epstein o'zining taniqli mehmonlari va voyaga yetmagan qizlar o'rtasidagi jinsiy aloqalarni yozib olgan. Bu 33 mingdan ortiq hujjat va dalillar, 300 gigabaytli video materiallar o'z-o'zidan yig'ilib qolmaganining isbotidir. Jeffrey Epsteinning maqsad bilan ehtimoliy bog'liqligiga ishora qiluvchi ko'priklar yo'q emas. Uning Isroil maxfiy xizmatlariga ehtimoliy aloqasi qiz do'sti hamda uning chirkin biznesida muhim o'rin tutgan Ghislaine Maxwell bilan bog'lanadi. Hozirda Epsteinning ishi doirasida qamoq jazosini o'tayotgan Ghislaine Maxwellning otasi Robert Maxwell britaniyalik yahudiy biznesmen bo'lgan. U ko'pchilikka tanish bo'lgan Daily Mirror va boshqa nashrlarga egalik qiluvchi Mirror Group kompaniyasining egasi bo'lgan media magnat edi. Robert Maxwell ham katta ehtimol bilan Britaniya yerlarida faqat biznes bilan shug'ullanmagan. U qirollikdagi maqsad josusi bo'lgani haqida taxminlar va hatto bunga asoslar ham yetarlicha. Masalan, 90-yillar boshida Robertning biznesidagi ishlari yurishmaydi va buning oqibatida uning media imperiyasi og'ir ahvolga tushib qoladi. Kompaniyaning qarzlarini qoplash uchun esa Mirror Groupning pensiya jamg'armalaridan 623 million dollar olinadi. U aksiyalarni qo'llab-quvvatlash va kompaniyaning bankrotlikka yuz tutmasligi uchun shunday tavakkalchilikka qo'l urishga majbur bo'ladi. Maxwell yo'qotishlarni qoplash uchun maqsad bilan hamkorlikka ham borgan va undan pul olishga harakat qilgani aytiladi. Ammo bularning barchasi yakunda halokatli oqibatlarga olib kelgan. Oxir-oqibat esa Robert Maxwell 1991-yilda Ispaniya qirg'oqlari yaqinida 26,5 million dollarlik Lady Ghislaine nomli yaxtasidan yiqilib,
vafot etadi. Ammo o'sha paytda ko'pchilik bu tabiiy holatda yuz berganiga ishonmaydi. Pensiya jamg'armasi bilan bog'liq ehtimoliy moliyaviy janjallar ortidan sharmanda bo'lishdan qo'rqib, u o'z joniga qasd qildi degan gap so'zlar bolalaydi. Uning dafn marosimi esa yuqoridagi ayrim gumonlar haqiqatdan uzoq emasligiga ishora qiladi, chunki bu marosim Isroil tomonidan tashkil qilinadi va unda 6 nafar Mossad zobiti bilan birga o'sha paytdagi bosh vazir Ishaq Shamir ham ishtirok etadi. Bosh vazir o'shanda Maxwellni Isroil uchun keragidan-da ko'proq ish qildi deya maqtagan. To'g'ri, Robert Maxwell Mossad agenti bo'lgan degan gaplarni qat'iy rad etib kelgan. Ammo uning Isroil bilan munosabatlari ancha yaqin bo'lgan va bu orqali Britaniyada media, farmatsevtika va turli texnologik firmalarga katta hajmdagi sarmoyalar kiritgan. Politsiya uning o'limi baxtsiz hodisa oqibatida sodir bo'lgan deb hisoblasa-da, aslida Maxwell o'z joniga qasd qilgani yoki u o'zi xizmat qilgan Mossad tomonidan o'ldirib yuborilgan bo'lishi mumkin degan taxminlar doim ustun kelgan. Jumladan Gordon Thomas va Martin Dillon o'zlarining Robert Maxwell, Isroilning super josusi, media magnatning hayoti va qotili nomli kitobida Maxwellning jamoatchilik manfaatlari va uning josus sifatidagi roli o'rtasidagi ziddiyat uning sirli o'limiga sabab bo'lganini ta'kidlashadi. Endi esa o'zimizning Epsteinga qaytadigan bo'lsak, uning Isroil bilan aloqalarida shunday ziddiyatli gap so'zlar yuradigan milliarderning qizi bilan tanishuvi hamda u bilan o'tkazgan keyingi g'ayriqonuniy yillari va yo'llari tasodif bo'lishiga ishonish qiyin. Shunday ekan, Robert Maxwelldan Epsteingacha bo'lgan voqeliklar bir-biriga bog'langan zanjirli rejalardan tashkil topgan juda ulkan siyosiy bosim loyihasi ekani ehtimoldan xoli emas. Ayni damda Epstein faylllari Bill Clinton va Donald Trumpga hammadan ko'proq muammo tug'dirishi kutilmoqda. Asosiy nishonda shu ikki shaxs turibdi. Asoslarga ega bo'lmagan qarashlarga ko'ra, yana ko'plab boshqa sobiq siyosatchilar hamda turli sohalardagi jahon yulduzlari ham Epsteinning mijozi bo'lganligi aytiladi. Ammo haligacha ularni rasman tasdiqlovchi dalil hech bir joyda taqdim etilmagan. AQShning sobiq prezidenti Bill Clinton hamda amaldagi davlat rahbari Donald Trumpda esa Epstein bilan bog'liq shubhali harakatlar juda ko'p. Masalan, Clinton Lolita Expressda kamida 26 marta uchgan. Trump esa yaqinda uni Epstein oroliga naqd 28 marotaba borganini da'vo qildi. Bundan tashqari, Clinton Epstein bilan juda yaqin munosabatlarga ega bo'lgan. Epstein unga hatto 2002-yilda Afrika davlatlariga qilingan 9 kunlik xayriya safarlarida ham hamrohlik qilgan. Qizig'i, bu turneda ularga aktyor Kevin Spacey bilan birga ko'plab voyaga yetmagan massajchi qizlar ham hamrohlik qilgani aytiladi. Shuningdek, Clinton Epstein bilan uning Nyu-Yorkdagi uyida ham ko'p bor uchrashgani haqiqat. Donald Trumpning esa bu pedofil bilan aloqasi juda oshkorona tarzda bo'lgan. Trump ancha yillar oldin Epstein bilan kechki bazmlarda qizlar to'la davrada ko'rinish bergan. Bu tasvirlar uning moliyachi bilan juda yaqin aloqada bo'lganidan darak berardi. 2002-yilda New York jurnaliga bergan intervyusida Trump shunday degan edi: "Men Jeffni 15 yildan beri bilaman. Ajoyib yigit. U bilan birga bo'lish juda qiziqarli. Hatto u ham men kabi go'zal ayollarni yoqtirishi aytiladi va ularning ko'plari yoshroq." E'tibor bering, yoshroq. Shubhasiz Jeffrey ijtimoiy hayotdan zavqlanadi degan o'shanda Trump. Bundan tashqari 2016-yil iyun oyida Ketty Johnson ismli ayol New York sudiga murojaat qilib, 1993-yilda u 13 yoshlik paytida Epstein va Trump tomonidan bir necha bor zo'rlanganini da'vo qilgan, ammo sud uning mazkur da'vosini qanoatlantirmagan. Xullas, o'z ortidan ko'pchilikni qo'rquvlarda ushlab turgan hujjatlar va video yozuvlar qoldirib ketgan Jeffrey Epsteinning aloqalar doirasi juda keng bo'lgan. Masalan, unda Trumpning 14 ta shaxsiy telefon raqami bo'lgan. Saudiya Arabistoni shahzodasi Bandar, Tony Blair, John Huntsman, senator Ted Kennedy, Henry Kissinger, David Cox, Yahud Barak, Alan Dershowitz, John Kerry, George Mitchell, David Rockefeller, Richard Branson, Michael Bloomfield, Dustin Hoffman, Saudiya qiroli Salmon va Edward de Rothschildlar ham tergovchilar qo'lidagi Epsteinning ijtimoiy aloqalari ro'yxatida mavjud bo'lgan. Ularning Epstein bilan aloqalari nima maqsadda va qay yo'sinda olib borilgani hozircha noma'lum.